Assalomu alaykum, hurmatli chorvada aka-ukalar. Savollar juda ko'p tushyapti. Xudo xolasa tez kunda video qilamiz. Shu ratsion haqida, chorva mollarimizni boqish haqida. Kunigacha bitta inson bizning bilan bahslashib qoldi. Shunda hozir men shuni aytib bermoqchiman. Kimda qanaqa kommentariyga yozib turib, bitta like o'sha chorva tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Xullas aytayaptiki, yem biznes bo'lib ketyapti. Bu degan gapirdi. Yemni balansini bilmagandan keyin senga biznes bo'ladi endi dedim. Tushunishing desam, nimaga men mana mol boqaman dedi. 14 millionga bir yilda 27 millionga sotdim dedi. Xo'p, nech pul sarflading desam, yegizganim qayerdan bilaman? Bergan bo'lsam 3-4 million berdim dedi. Yoni bitta inson bor edi. Mana bunday bo'ladi mol boqishdi. Bu boqibsan ekan bu dedi. Keyin men senga bitta narsani isbotlab beraman dedim. Qanaqa dedi? Xullas dedim, sen olganingda 14 millionga 200 kilo atrofida bo'lsa kerak moling desam, keyin shuna bo'lsa kerak dedi. Moling dedim, oyiga bir 15 kilodan semirgan 6 oyda dedim 90 kilo bo'ladi dedim. Sen kepak bilan muchka berib bunaqa yurgan bo'lsang 6 oyda 1 million 800 ming bo'ladi dedim. 300 mingdan 200 mingdan hisoblaganingda endi 300 mingdan keyin bog'i 6 oyda dedim, oxirgi yemlaganda kunjaralar bosib bergansan, rahsoting 30 mingga chiqib ketadi, 1 millionga da boradi dedim. 6 oyda 6 millionu bu yoqdagi 1 million 850, 7 million 800 ming, bu orada bir ko'lam qilgansan bilaman, 9 millionga boradi dedim. 27 millionga sotgan bo'lsang dedim, 23 million bo'larmi dedim. Sen haligi inson hayron bo'lib turibdi. Nech pul foyda qopti bir yilda senga hisoblab ko'rchi dedim. Sen keyin uni emas dedi. Kecha ko'rib qolib turib hisoblab chiqdim. Gaping to'g'ri ekan dedi. Kimda shunaqa bo'lgan? Like bosib turib, shunaqa insonlarga jo'natib qo'yinglar.